Assalomu alaykum aziz gulshadolar, yaxshilardan kuzatuvchilari. Mana bugun bog'imizga yana bir gul ekamiz. Shamshod barbarislarimiz, jasminimiz. Bular haqida video qo'yganman bundan oldin. Mana ekilish haqida vlogslarimiz bor. Shamshodlarimiz. Xo'p, endi bugun Picture Perfect degan lavandaga o'xshab ochiladigan hidi xushbo'y ko'rinishini ko'pchilik yalpizga ham o'xshatadi, lekin bu yalpiz emas. Yalpiz emas bu. Nima? Lavandaga o'xshab ochiladigan gul. Juda ham hidi shirin bo'ladi. Hozir joyimizni shu joyda tanladik. Bu ham buni xususiyatlarini aytib o'taman. Quyoshda bemalol o'saveradi. Quyoshga ekaverasizlar. Joy tanlamaydi. Tuprog'ini misol begumuz solib eksalaring bo'laveradi. Har yili o'zidan ko'payib ketaveradi. Quyoshli joyga bemalol eksalaring bo'laveradi. Joy tanlamaydi. O'sha begumuzli tuproqqa ekishinglar kerak. Eksalaring yaxshi. Juda ham foydali bo'ladi. Kimdirlarga bunaqa gul tanish bo'lmasligi mumkin. Mana yangilik. Uyim quyosh, soya bas, salqin tushmaydi deganlar uchun bemalol mana shunaqa Picture Perfect degan o'sha lavandaga o'xshash gul. Bemalol eksalaring bo'laveradi. Mana shu chuqur ekmaysizlar. Mana shu tuproq bo'yi shu bilan bir xil bo'lishi kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ma'lumotim foydali bo'ldi degan bittaman.